ro'yxating bu yoqqa ham olib kelyapsan. Ana olib keldim. Yonimda turib qarab. Xudo xolasa. Hech kim onadek kuyib pishmas ekan lekin. Kim uchun kim onachalik siz uchun Shunaqa. javob beraman gapimga. Shunaqa. Qayg'urmas ekan. Ayolingiz ham onachalik bo'la olmaydi. Ona boshqacha hech nima bilan tenglashtirib bo'lmaydigan darajada ekan. Ay, bolam. Dubayni xursand bo'lsin dedingmi? Hamisha Alloh to'g'ri yo'lni ko'rsatsin shularga, yaxshi insonlarni yo'liqtirsin. Biz sizlarni duo qilib yuraylik, shularga o'ynab kulib yashaylik bo'ladi. Duolaringiz sabab omad quchog'ini ochib, davru davronim keldi, yo'qchiliklari qochib, aslida siz ekansiz mening baxtu omadim.